Xo'sh, undaq bo'lsa, endi ilmiy muhokama yig'inimizning birinchi bo'limini boshlaymiz. Birinchi bo'limning temasi Uyg'ur kimligini qo'g'lash. Uyg'ur madaniyati va til duch kelgan xirslar va fursatlar. Bu bo'limning yig'in boshqaruvchisi Doktor Fayzulla Zaydun efendim. Doktor Fayzulla Zaydun efendim, atalmış Şinjan Üniversitesi'de muhitşünaslık ilmi boyunca magistr unvanı algan. Keyin Yaponiyanın Tokyo şehrideki Resho Üniversitesi'de yer şari muhitşünaslık kasbida o'qib, 2004 yılı doktorluk unvanıga erişken. O ilgir keyin bulup Şinjan Üniversitesi ve Resho Üniversitesi'de lektor ve dotsent bulup işleyen. Hem de Qurg'oq rayonlarının muhit meseleleri hakkında tadqiqot elib borgan. O 2014 yıldan bu yan Oshkosh şirketi yani Oshkosh Corporation'da yuqori dereceli sübət kontrol injiner bulup işlevatıdı. Fayzulla efendim, qani sahne sizden merhamet. Hürmetli qarindoshlar, hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Birinchi bo'limninki, birinchi bo'lim yana Uyg'ur kimligini qo'g'dash va Uyg'ur madaniyati va tili duch kelgan xirslar va fursatlar degan shu bo'limimizni hozir boshlash oldi turibmiz. Millat deganda Bayatun Rishad Abbas akamiz shuni yaxshi ta'riflab berdi. Millat deganda shu bir qancha xil alohidalik bo'lishi kerak ekan. Insonshunoslarningki, shunaqla jamiyatshunoslarningki millat deganga bergan aniqlamasida buningda 5 xil alohidlikni o'tirib qo'ygan. Birisi o'rtaq tili bo'lish, yani birisi o'rtaq madaniyat an'analar bo'lish, yani o'zgacha urf odatlari, bayramlar, kiyim-kechak, tamoq odatlari bo'lish, ana keyin o'rtaq tarixi bo'lish, ana keyin o'rtaq bir diniy qarashga ega bo'lish, ya'ni diniy e'tiqodi bo'lish, jamiyatni birlikka keltiradigan bir ma'naviy ongga ega bo'lish. Yani 5-inchisi jug'rafiyalik o'ringa ega bo'lish degan. Hem bizimki şu Uygurların umumiy ahvoli qaqda bizga şu 5 xil alaytının hammani mujassamlagan naytimi mükemmel bir Uyg'ur bo'lib, bir millat bo'lib, asrlardan beri yashab kelgan. Hem bizimki şu jug'rafiyalik o'rnimiz to'rt atrofi tog'lar bilan o'ralgan, tamsolimiz deb og'ir bo'lmaydigan, shundaq bir nayti esil bir jug'rafiyalik muhitda ajdodlarimiz har bir cho'ng daryolarning bo'ylarida cho'ng oazislarni qurib, kichik daryolarning bo'yida kichik oazislarni, bo'stonliqlarni paydo qilib, davrdan davrga avloddan avlod qushadi yashab kelgan. Hamda hozir avvalgi vaqtida shuningki yuqori degan 5 alohidlikning hammasiga bu Xitoy tajovuz qilib, bularning hammasini o'zgartirib deyapti. Tilimizni yo'q qilyapti, madaniyatimizni yo'q qilyapti, tariximizni yo'q qilyapti. Uningdan boshqa zaminimizni allaqachon egallab bizning da'vatida diniy e'tiqodlarimizni hozir qattiq vayron qilyapti. Hamda vatandagi ahvollarni men bu yerda jiq so'zimiz ham maylangan ayon. Bizdeki dinden ayrılgan yaşlarımız, aldığınki 10-15 yıl içinde dinden bütünlüğe ayrılgan yaşlarımızdan qaysi holatga kelganligimiz geliyor. Hazır kızlarımız ne buladıdı, oğullarımız ne buladıdı, bazı jigirba Uygurlarınki nal feryat bilen eğitivatkan videolardan görüp kalırız. Ondan başka tiliden ayrılgan küçük ballarımız, boğulları ve moğulları bilen paranlaşanmaydıgan bir xil ahval meydan geldi. Ondan başka nurgun başka neslerini demişsek mi bu ahval naiti eçinişlik. Ama chet eldeki ahvalimiz qandaq degende, chet eldeki ahvalimiz mi ancha farqlanmaydi. Chet elde mi menimcha 195 davlat babıga bitirmiş yer şarniki ehtimal 100 davlatda Uyg'ur bo'lsak ortish ketmasligi mumkin. Mushundaq davlatlarga tarqalib ketgan Uyg'urlarda birlik kelish, bir tilni saqlab qilish, madaniyatni saqlab qilish naiti bir muhim halqılık bir mazmun bulamadı hem bunda qilish bunayta tas kuchlanadi. Şu an şu chatelde müşahede olduğun, şu daxlama şu chatelde yaşayotgan ziyolilarimiz, şu daxlama dini erbaplarımız ve ya ki nurgun şu cemaat erbaplarımızdaki birden bir qiladigan işi şu medeniyetimizni, kimligimizni saqlab qolish, qanday qilib shuni saqlab qolamiz deganda boshqa turish bu hammamizning majburiyatiga aylanadi. Chet eldimi hozir bizningki shu yuqori degandek nurg'algan 50 dan 100 davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar, kichik bolalar shu davlatning tilida, shu davlatningki mashina o'qib, shu davlatningki tilida tarbiya olyapti. Demak, o'zining ota-onasi yashagan shu Sharq Turkistonga qadam bosib boqmagandan keyin ularga qanday qilib biz kimlikni, Uyg'ur kimligini tanitamiz. Bu bir nayt muhim bir masalaga aylandi. Bugungi shu birinchi bo'limda
Biz 3 mutaxassisni taklif qildik. O'sha 3 mutaxassis o'zlarining uzun mezgildan buyon qilgan izlanishlari, shunaqla tadqiqotlarga asosan ko'pchilik bilan birga biz hozir qanday ahvolda, qanday bir imkoniyatlar bor, qanday xiroslarga duch kelyapmiz, buni qanday bir taraf qilish kerak. Bu haqida o'zininki o'ylaganlarini ko'pchilik bilan hambarlaydi. Shunaqla ko'pchilikningki shu savol so'rash bosqichida qizg'in savol so'rab, bunga qatnashishini, qizg'in fikr qatnashtirishini umid qilaman. Bugungi birinchi so'zligichi, ya'ni panelistinki birinchi so'zligichi bo'lib, men doktor Asad Sulaymonni so'zga taklif qilaman. Doktor Asad Sulaymon 1886-yildan 94-yil oralig'ida atalmış Şinjan Üniversitesi'ndeki Til Edebiyat Fakültesi'de bakalavr, magistr unvanına erişkenden keyin şu mektepte o'qituvchi bo'lib ishlagan. Andan keyin keyingi mezgilda 96-yildan 99-yilgacha Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasida doktorlik o'qishiga kirgan, ham doktor unvanini olgan. 2008-gacha bo'lgan, ya'ni 94-yildan 2008-gacha bo'lgan shu oralig'da doktor Asad Sulaymon atalmış Şinjan Üniversitesi'ndeki Filologiya institutida lektor, dotsent va professor bo'lib ishlagan. Shunaqla 20 dan ortiq magistr o'quvchini tarbiyalagan. Ham keyingi mezgilda 2008dan 10gacha Germaniyada, andan keyin 2010 dan 2012gacha Shvetsiyada xil tadqiqotlar bilan shug'ullangan, andan keyin doktor Ashti tadqiqoti bilan shug'ullanib qolgan. Andan 2013dan boshlab Erkinasa radyosida 6 yilgacha oliy muharrir ishlab kelgan. Asad Sulaymon, doktor Asad Sulaymon hamimizga aytdi, tunishliq shu o'zining o'qiyotgan vaqtini tortib, hozirgacha izchil turda tadqiqotini davomlashtirib kelyapti. Shunaq hozirgacha 10 paşdan ortiq kitoblarni e'lon qildi, 50 paşdan ortiq, ya'ni aytdi, ko'z ko'rinarli ilmiy maqolalar bor. Bu yerda Asad Sulaymonniki bizning millatimizning shu madaniyatini qo'g'dash, millatimizning kimligini saqlab qilishda qilgan tadqiqotlari ko'rinarli. Shunga tuvanda gapni Asad Sulaymondan anglaylik. Rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Atiyalliginglar xayrli bo'lsin. Biz ig'ir bir xiristoga to'lgan zamonda yashayapmiz. Vatan tuproqlaridan yiroq bir muhitda xalqimizning asosi iqimidan ayrilgan, dunyoning joy-joylariga teriqdek chechilib ketgan bu muhojirat muhitida bugun yig'ilib o'tirib, Uyg'urlarning kimligini, tilini, madaniyatini qandoq saqlaymiz? Ig'ir krizisga va xirist qudush kelgan bu millatning mavjudiyatini keyingi avlodlarga qandoq o'tkazib beramiz degan temalarda so'z qilish, shundaqla bu ig'ir vazifani ustimizga elish bir oson ish emas, oson vazifa emas. Mening bugun tayyorlagan temam ko'rayotganinglardek muhojiratdagi Uyg'ur to'pligi, ya'ni voz kechilmas kimlik va qechib bo'lolmas xiristlar. Men buningda asosan 3 nuqta bo'yicha qisqacha to'xtalib o'taman. Bunun birincisi aldı bilen ziyali ve ziyalilik borç. Onundakin biz muhaciratda yaşayotgan bo'lg'achqa birisi sonimizning oz bo'lishi, dunyoning joy-joylariga taqilib ketganligimiz, ishki uyushish kuchimizning ojizligi va boshqa nurg'un chekimlar tufaylidan bizga o'xshash xalqlar o'zimizga yaqin bo'lgan madaniyatdagi, masalan, eng oldi bilan qon jihatdan, madaniyat jihatdan, kimlik jihatdan yaqin bo'lgan o'zimizning turkiy xalqlarning hayotidagi yoki ularning muhojirat hayotidagi bir qism tajribalarni o'rnak sifatida ko'zitib o'tishga to'g'ri keldi. Shunga men bugungi bu temamda oldi bilan intayin tipik bir muhojirat to'pligi bo'lgan Yaponiyadagi Tatar muhojirat to'pligi va ularning bizga qoldirgan meroslari yoki bizning o'rgangan taraflarimiz. Bundaq bir o'rnakni tonishtirib o'taman. Ikkinchi o'rnak sifatida 1920-yillarda Turkistondan, ya'ni o'z davridagi Turkiston degan jo'g'rafiyadan yoki keyingi mezgillardagi jo'g'rafiyadagi G'arbiy Turkiston yoki Sovet ittifoqining kontrolligidagi G'arbiy Turkistondan Yevropaga tunji turkumiga o'qishga chiqqan 100 nechadan o'quvchilarning duch kelgan
kechirmishlari, ularning o'qish bitgandan keyin Sovetlar ittifoqiga qaytish yoki Germaniyada qat qilib, o'zlarining g'oyib bo'lgan vatanlari uchun da'vo yurgizishdan iborat bu o'rnakni qisqacha tanishtirib o'taman. Oxirida hamda bizning muhojiratdagi navbatdagi realligimiz, imkonlarimiz, mumkinchiligimiz va hayotiy kuchimiz haqida qisqacha to'ldirib o'taman. Ko'rayotganlaridek oldi bilan ziyoli va ziyolilik burchi. Ziyoli deganimizda bu so'z arabchadagi nur degan ma'noni bildirgan ziyo so'zidan kelgan. Demak, so'zning o'zidan chiqyotidi. Ziyolilar bir millatning sarxillari yoki qaymoqlari. 19-asrning oxiridan 20-asrning boshlarigacha butkul turk dunyosi va islom dunyosida ijtimoiy islohotchilik, ma'rifni zamoniylashtirish dan iborat buyuk bir chaqiriqni o'tirib qo'ygan Ismoil G'osprali o'z davrida ziyoli degan so'zga ta'bir berib, ziyolilar bir millatning ig'ir yukini yelkisiga olgan sarxillardir. Ya'ni ziyolilar vatan millat kelgusining eng buyuk sarmoyasidir degan bir ta'birni bergan. Bundan ko'ryapmizki, ziyoli bo'lish oson bir kimlik emas bir shaxs uchun. İlgirki zamanlarda ziyoli deganda bugungi ufqum bo'yicha u diniy ziyoli yoki fanniy ziyoli degan turkumlarga ayrilmaydi. Bizning madaniyat tariximizdagi Mahmud Qashqaridan tortib, undan keyingi son sanoqsiz ziyolilarimiz ham diniy jihatda, ham dunyoviy bilimlar jihatda, ham fanniy jihatda hammasini o'ziga o'zlashtirgan ziyolilar edi. Halbuki keyingi davrlar kelganda, bo'pmi bizning zamonimizda ziyolilarni fanniy ziyoli va yoki diniy ziyoli deb turkumga bo'lgan, ayirib etadigan bundaq ahvollar bo'lyotdi. Shunga amaliyotda ziyoli bir millatning ichidagi buyuk vazifalarni ustiga yuklagan bir millatning sarxillari, qaymoqlari. Hamda uning oxirida xuddi bugungi davrimiz ig'ir xiristlarga duch kelgan bir davrda yashayotganimizdek, buningdan 100 yillar ilgari millatimiz o'xshash bir kechirmishni beshidan o'tkazgan. Ya'ni 1911-yili Xitoyda 300 yillab hukm surgan Manchang imperiyasi oxirlashdi, yiqildi. Buyuk imperiyalarning davri oxirlashdi. Dal mush vaqtda fursatni bilgan yoki o'zining kimligini tuta olgan millatlar mustaqilligini jakolab Xitoydan ayrila oldi. Masalan, Tashqi Mongoliya mustaqil bo'lgandan keyin bizning vatanimizdagi sarxillar, ziyolilar, nihoyat oz bir qism insonlarmi bizning vatanimizning, bizning millatimizning kelgusi haqida nihoyat azobli shaklda izlandi, chiqish yo'li izladi. Halbuki shu vaqtdagi sharoit bizga bu imkonlarni bermadi. 1913-yili Uyg'urlarning shu mazgildagi atoqli ziyolilaridan Qutlug' Hoji Shavqi şu vaqtdagi butkul turk dunyosining ijtimoiy ideologiyasi, siyosiy ideologiyasiga bayroqdor bo'layotgan Qrim yarim orolidagi Ismoil G'ospraliga Qashqardan maktub degan bir parcha xat yozgan. Bu xat shu vaqtdagi tarjimon gazetida e'lon qilinib, Sharqiy Turkiston musulmonlari zoda nima qilishimiz kerak degan bir savolni qo'ygan. Oradan uzun o'tmay Ismoil G'osprali Qashqarga maktub deydigan bir javob xat yozgan. Bu javob xatda hozirgacha bizning Uyg'ur tilimizda e'lon qilinmadi, ammo 100 yillar burungi tarjimon gazetida buning asli originali bor. Bu xatda nima deydi desa, Ismoil G'osprali, men Chini Turkistonda yashamadim. Shunga navbatdagi Chini Turkistonning ahvolidan xabarsiz, ammo tuvandagi 8 turli taklifni men sizlarga sunaman deb xatida mushlarni degan. Uning ichida birinchisi oldi bilan usuli jadid, ya'ni yangicha maktab ochib ma'rifni zamonaviylashtiringlar. Eng muhim tarbi bu. Birinchisi. Ikkinchisi zamonaviy matbuot va nashriyot quringlar. Chunki bir millatni oqartish, uning qalbiga milliy va diniy kimlikni selish uchun nashriyot, matbuot eng muhim narsa. Uchinchisi yosh ziyolilarni, bilim egalarini tarbiyalab chiqinglar. To'rtinchisi tilinglarni oddiylaştırыңlar, xalq tiliga yaqinlashtiringlar, imloni birlik keltiringlar, adabiy tilinglarni birlik keltiringlar degan. Buning ichida ayrim bir tur sifatida til, yoziqni tilga olgan. Beshinchisi, nihoyat tez shaklda
jamoatlashinglar, ijtimoiy tashkilotlarga uyushinglar degan. Chunki bir millat o'z kimligini tepish uchun oldi bilan tashkilotlashish kerak. Bu bizning millatimizdagi eng ojiz nuqtalarning biri. O'z davrida o'tirib qo'yilgan, uningdan keyin iqtisodiy imkonlar bo'lmay turib siyosiy imkonlarni qo'lga keltirish intayin qiyin. Shunga nayt tez arada qo'l ilkida bor bayda shirkatlashish va birlashish kerak, uyush kerak. Ya'ni shirkatlashishni o'tirib qo'ygan. Uningdan keyin mumkin bo'lsa Qashqarda yuqori darajali bir universitet, oliy maktab qurishinglar kerak. Endi eng oxirdagi nuqta nima deydi desa, anglasam Tashqi Mongoliya Çinning bo'yintig'idan qutulib mustaqillik jakalabdi. Halbuki Çin'i Türkistan yoki Sharqiy Turkistondan bundaq bir sado anglamadim. Agarda navbatdagi ahvolinglar mustaqillikka yo'l qo'ymasa, o chaqda Çin Cumhuriyetining qonuni yo'l qo'ygan. Çin Cumhuriyetining imkonlari yo'l bergan doira ichida barliq milliy haq huquqlarni qo'lga keltirishga tirishinglar degan mushu 8 turlik taklifni mushu xatida yozgan va buni tarjimon gazetida e'lon qilgan. Shunga bugun biz vatan tuproqlaridan yiroq bo'lgan, vatandagi asosiy xalqimizning asosiy iqimidan chet qolgan, dunyoning hamma joylariga taqlib ketgan bu ziyolilar bugungi kunda millatimizning kelajagi, milliy kimligimiz va kimligimizni kelgusi avlodlarga o'tkazib berish uchun qanday qilishimiz kerak? Meningcha bundan 100 yillar ilgariki İsmail G'asparalining bu takliflari bugungi kundami kuchga ega. Bugun bizga texmi zarur. Ziyolilik burchi haqida men shuncha gap qilay. Endi men boy degandek bizning bugungi duch kelayotgan bu ig'ir krizis ichidagi milliy kimligimizni, mayli til yoki madaniyat va boshqa jihatdagi mavjudligimizni saqlash, uni keyingi avlodlarga o'tkazib berish uchun albatta dunyodagi boshqa muajirat to'pliqlarining tajribalari bizga beradigan o'rnaklarga ehtiyojimiz tug'ildi. Shunga buningda eng oldi bilan bizga til, din, madaniyat va qon jihatdan yaqin bo'lgan faqat ikki o'rnakni ko'rsatib o'tay. Buning biri Yaponiyadagi tatar jamoati va ularning bizga qoldirgan meros va o'rnaklari. Endi buni boshlashdan ilgari men Mahmud Qashqariyning kitobidagi ikki xaritini berib qo'ydim. Chunki Yaponiya tilga ilingan vaqtda bizning xalqimiz 11-asrda Yaponiyaning dunyoda mavjudligini bilgan Mahmud Qashqari o'zining kitobiga dunyoda birinchi qatim Yaponiyani Jabarqa eli degan nom bilan Yaponiyani xaritaga olgan. Endi keyindagi qarsanglar Yaponiyaning tiqi Yevropaga Yaponiya deydigan bir davlatning borligining bilinishi Marco Poloning sayohatidan keyin bilingan. Yaponiyaning o'rni, Yaponlarning g'arb dunyosida rasmiy shaklda to'nilishi yana Portugaliya kemalarining Yaponiya atrofiga kelishi bilan taxminan 16-asr. Yaponiyaliklarning o'zining davlatining dunyo xaritasidagi o'rnini birinchi qatam sizib chiqishi 1779. Shunga bular qarg'a vaqtda bizning xalqimiz allaqachon Yaponiyaning dunyo jo'g'rafiyasidagi o'rnini xeyli ilgirki zamonlar bilgan va to'nigan. Endi temimizga kelsak, 20-asrning boshlarida yana Xitoyda Manchu imperiyasi yemirilgan zamonlarda Rossiyada Char Rossiya imperiyasimi g'ulab, Rossiya tavasidagi Turkiy til sistemasidagi qarindoshlarning ig'ir bir krizis va tanlashga duch kelgan. Bu fursatda bular tutulib chiqib, Rossiyaning kontrolligidan o'z oldigan milliy davlatlarni qura olamdi yo'q. Bularning kelgusi qanday bo'ldi? Mana mushu davrda eng oldi bilan madaniyat jihatda nayt olg'a ketgan, hatto ruslar bilan raqobatlashgan bu tatar jamoati o'zining chiqish yo'lini izlab nurg'un siyosiy kurashlarni olib borgan bo'lsa-mu, ammo jo'grafiyalik jihatdan Rossiya tuproqlarining ichki qismiga joylashganligi sababli tatarlarning ko'chishi reallashmadi. Keyincha dastlab Char Rossiyaning, keyincha Sovet bolsheviklarining nayt ig'ir qattiq besim ostida tatar ziyolilari xuddi bugungi Uyg'urlardek butun dunyoning joy-joylariga taqilib, chechilib ketdi. Bunun bilan bular dunyoning boshqa joylaridagi imkonlardan foydalanib, o'zining vatan davolarini, vatanning kelgusi uchun kurash qilish yo'lini tanladi. Ana shularning dastlabki bir avangard kuch sifatida bular oldi bilan Yaponiyaga o'zining diqqat nuqtasini bergan.
Bunun içinde en baldır Yaponiyaga kelgan Tatar ziyolilardan Abdurashid İbrahim. Bu kişinin nurgun sayahat hatırları var. Hatta bizden vatanimiz Şarkı Türkistan'da mı sayahat kılan 20. asırның başlarında. Bu kişinin Yaponiyaga kelişi 1907 bilen 9 aralığında tunca qitim kelip Yaponiyani tekşürüp en ahırda Yaponiyanın Asiyadaki büyük güç ekanligi, yani Asiyadaki aqıda qalgan yoki G'arbning mustamlikasiga uchirgan barliq millatlarning Yaponiyani ulgi qilish ekanligi, hatto Yaponiyaliklarning tozliq jihatdagi pokizligi va boshqa nurg'un qoida qonunlari islomga eng yaqinlashidi. Kelgusida Yaponlarning bir musulmon bir millatga aylanib ketish mumkinchiligi bor degan tasavvurni o'tirib qo'yib, tarjimon va tatarcha nurg'un gazetlarda maqola e'lon qilgan. Abdurashid İbrahim'nin maqolalari keyingi zamonlarda Tatar ziyolilarga, jumladan dunyoning joy-joylari chechilib ketgan Tatar ziyolilarga nihoyat kuchli ta'sir qilgan. Hatto uning bir qism qarashlari o'z davridagi yemirilish oldida turgan Osmonli sultonligining ziyolilarga yo'l ko'rsatgan, ilhom bergan. Ko'rayotganingizdek, Abdurashid İbrahim'ning Yaponiyada tushgan suratlaridan bir qanchani berdim. Uning kaynidan Abdurashid İbrahim'dan keyin ko'ryapsizlar. Birisi bundan keyinlar Tatarlar tadrijiy holda sharqqa surilib, Rossiyaning yiroq sharq o'lkalari, uningdan keyin Xarbindan keyin tadrijiy tuvanga tushib, Koreya orqali 1920-yillarga kelganda Tatarlarning bir to'pi Yaponiyada shakllanishga boshlagan. Ma rasmda ko'ryotganinglar yana Tokioda barpo qilingan Tokio jamoasi va uningda Abdurashid İbrahim'ning vaziyatdan bir ko'rinishlari. Abdurashid İbrahim bilan yana bir vaqtda Boshqirt xalqidan yetishib chiqqan yana bir ziyoli Qurbon G'oliyev. Bu kishi 20-yillarda Sovet bolsheviklari bilan bo'lgan urush va o'z xalqining milliy mustaqilligi yo'lidagi kurashlari davomida Rossiyaning bostirishiga uchragandan keyin eng oxirida bu kishi Manjuriya orqali Yaponiyaga borgan. Yaponiyaga borgandan keyin tunji qitim Tatarlarning bir siyosiy ijtimoiy tashkilotlarini qurib chiqqan, dars kitoblarni chiqargan, nurg'un faoliyatlarni olib borgan. Halbuki 1945-yili u Manjuriya tarafida turayotgan vaqtda Manjuriyaga kirgan Sovet Qizil armiyasi tomonidan tutqun qilinib, oxirgi umri Sibiriyadagi gulaglarda yashab o'tgan va shu yerda hayotidan ayrilgan. Endi undan keyin yana bir turk dunyosidagi mashhur bir sima Ayaz Isoqiy. Ayaz Isoqiyning 1920-30-yillarda butkul Yevropadagi turk tatar to'pliqlari jamoatining ichidagi ta'siri intayin zo'r. Butkul turk tatar va Turkistonning mustaqilligi yo'lida bu odamning elib borgan faoliyatlari, yozgan maqolalari nihoyat ko'p. Ayaz Isoqiy bu 1930-yillar atrofida 20-yillarning oxiridan 30-yillar atrofida Yaponiyaga kelgan. Yaponiyaga kelgandan keyin men ko'ryotganimlar bu Yaponiyada yangi Yapon muxbiri deydigan bir jurnal chiqarib, o'rtaq turkiy tilda Yaponiyaga butkul turk tatarlar, Turkiston, Sharq Turkiston inqilobi qatorliq temalarda nurg'un uchurlarni bergan. Keyincha bu odam Yevropa tarafga ketib, shu yerda faoliyatini davomlashtirgan. Uningdan keyingi yana bir buyuk sima Musa Jarullah. Hamda Musa Jarullahni balkim oranglardan nurg'un kishilar anglagan bo'lishi mumkin. 20-asrning boshlaridagi turk dunyosida emas, butkul islom dunyosiga ta'sir ko'rsatgan bir islom mutafakkiri. Musa Jarullahning 1929dan 30 oralig'ida Sovet ittifoqidan qochib, bizning Qashqarga kelganligi, Qashqarda bir mazgil turganligi, keyincha u yerdan aylanib, eng oxirida Abdurashid İbrahim'ning taklif bilan Yaponiyaga berib, u yerda bir mazgil turgan, oxirida Misrga berib, shu yerda hayotidan ayrilgan. Ma bergan ikki qo'l yozma Musa Jarullahning Qashqar musulmonlari haqida Qashqarda yozgan maqolalardan bir o'rnak. Undan keyingi ma'lumotga qarsak, bu yerda hamda Tatar musulmonlari yoki Tatar qarindoshlar 1920-yillarda Turkiyada rasmiy Yaponiyada rasmiy jamoat bo'lib uyushgandan keyin bular eng oldi bilan Tokioda birsi maktab ochgan, zamonaviy usuldagi maktab. Maktab ochib, o'z farzandlarining ona tilini, ona ma'rifini unutib qolmasligini ilgari surgan bo'lsa, ikkinchi qadamda
masjid barpo qilgan. Ya'ni Kobeda 1926 yili, Tokioda 1934 yili bular buyuk bir jamoalarni salgan. Mushu atrofda o'z xalqini, muhojirat to'plig'ini uyushtirib, Yaponiyadagi tatarlarning ostonasiya bo'lib ketmasligi, yo'qolib ketmasligi uchun tirishchanlik ko'rsatgan. Degandek, tatarlarning madaniyat jihatdan yuqori bo'lishi, nurg'un tillarni bilishi Yaponiyaga nihoyat yaxshi ta'sir qoldirgan. Yaponiya tarixining zamonaviylashishida tatarlar tunji qatim Ruslarning yoki Yevropaning madaniyatini qabul qilgan xalq bo'lganligi uchun mayli yurish-turish, kiyim-kechak jihatda Yaponiyaga Yevropa madaniyatini tunji qatim olib kelganlar tatarlar deb qarg'uvchilar bor yapon mutaxassislarining orasida. Demak, bularning yapon xalqiga bergan ta'siri nihoyat zo'r. Ikkinchisi 1930-yillarda Yaponiya buyuk kuch bo'lib o'tirib chiqqandan keyin u Yaponiyaning dunyodagi diplomatik aloqalarda til biladigan insonlarga ehtiyoj tug'ilgan. 5 minut tugtaymiz. Shuning bilan bu tatarlarning ingliz, fransuz, german va boshqa nurg'un tillarni bilishidek bu olaylik bilan tatarlarni diplomatiya sohasida ishlatgan Yapon hukumati. Demak, mayada gapni yig'sak, tatarlar Yaponiyaga o'z ehtiyojlari sababidan kelgan bo'lsa-mu, ammo o'zi yashayotgan bu davlatga o'zining bilimi, har jihatdagi ortiqchiliklari bilan Yaponiyaga has qo'shgan, yaxshi bir o'rnak yaratgan. Uningdan keyingi zamonlarda Yaponiyaga 1939-40 yillarda bizning Sharqiy Turkiston inqilobining rahbarlaridan Mahmud Muhiti qatorliq qarindoshlar Yaponiyaga keldi. Yaponiya hukumati bilan bir muncha munosabatlar bo'ldi. Shu yillarda Yaponiyadagi tatar qarindoshlar Uyg'ur muhojirat to'plig'ining Yaponiyaga o'rilishi, Yaponiya hukumati bilan aloqa qilishi va boshqa ishlarda intayin muhim rol o'ynadi. Demak, bu yerdagi rasm Sharqiy Turkiston inqilobining rahbarlaridan Xo'janiyaz Hojining rasmi shu vaqtdagi Ayaz Isoqi Yaponiyada nashr qilgan Yangi Yapon muxbiri degan jurnalda birinchi qatam besilgan. Yaponiyaga inqilobdan xabar bergan shu vaqtda. Endi mayada ko'rayotganlar gapimni qisqartay. 30-40 yillarda albatta Yaponiyaning Osiyo strategiyasida bizning vatan nihoyat muhim o'rin tutgan. Ular toki Koreya, Manjuriya, Ishki Mong'oliya, Sharqiy Turkiston orqali toki Afg'onistongacha cho'zilgan kommunizmdan mudofaa ko'rish lageri deydigan bir strategiyani loyilab, kelgusida Osiyoni ishg'ol qilgan vaqtda birsi Ruslarning bolshevizm yoki kommunizmdan mudofaa ko'rish. Ikkinchisi Osiyodagi millatlarni o'zining nimasi bo'yicha taraqqiy qildirishdan iborat bir strategiyani qo'ygan. Buningga bizning Muhammad Emin Buramo bu strategiyaning ichiga elingan. Halbuki shu vaqtdagi sharoitning dunyo tarixining o'zgarishi sababli Yaponiyaning bu strategiyasi keyin amalga qolgan. Shunga bizning insonlarimizning Mahmud Muhiti qatorliq inqilob rahbarlarining Yaponiyaga berib qilishi, Yaponiya hukumati bilan bir mazgil munosabatlarda bo'lishi, bularning hammasi tasodifiylik emas. Garchi bu voqealar intayin qisqa mazgil ichida davomlashgan bo'lsa-mu, shu vaqtdagi Mahmud Muhitining Yaponiya hukumatiga topshirgan Sharqiy Turkiston inqilobi va uning kelajagi haqidagi doklad va maktublari. Bu yerda hamda mana bu ko'rayotganlar Yaponiyadagi keyin qolgan Mahmud Muhiti bilan bo'lgan bir yurish Uyg'urlar va Yaponiyada shakllangan tunji Uyg'ur muhojirat to'plig'i. Men bulardan faqat bir qancha rasmlarni berib o'tdim. Eng oxirida hamda Yaponiyada eng oxirgacha turgan kishimiz Muhammad Emin Islomiy. Yana diniy va boshqa jihatdan nihoyat cho'nqur tarbiya ko'rgan bir inson. Mahmud Muhitidan keyin Tokioda qilib, Tokio jamoasining imomligini toki 1950-yillarning o'ttirlig'icha davomlashtirgan. Keyin Misrga ketgan u yerdan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yaponiya mag'lub bo'ldi. Buning bilan Yaponiyadagi tatar va Uyg'ur muhojirat to'pliqlari asta-asta Turkiya, Amerika qatorliq joylarga ko'chib, Yaponiyadagi birinchi avlod muhojirat to'pliqlari oxirlashdi. Ammo ularning bizga qoldirgan meroslari, o'rnaklari intayin muhim. Oxirida ham gapni yig'sak, 85-yil oradan nurg'un yillar o'tib, tunji turkumdagi Uyg'ur ziyolilari kollektiv holda chet elda o'qishning ishini Yaponiyadan boshladi. Bu yerda mana Erkin Sidiq efendimlar o'ltiryotdi. 85-yili birinchi turkumdagi Uyg'urlar Yaponiyaga chiqib, Yaponiyada rasmiy Uyg'ur muhojiratining darvozasini ochdi. Bugunga qadar Yaponiya Uyg'ur jamiyatining statusini qaraganda minglarcha Uyg'urlar Yaponiyada o'qib, bakalavrlik, magistrlik, doktorlik unvoniga erishgan. Hozir qadar faqat doktorlik unvoni olgan
türlük sohalar bo'yicha doktorlik unvoni olgan Uyg'ur o'quvchilarning soni 250 nafardan oshar ekan. Demak, bu g'oyat zo'r bir kuch. İkinci nima batdi bu yerda o'rnak batdi, ya'ni Yevropadagi tunji Turkistonlik o'quvchilar va ularning beshidan o'tkazgan nurg'un kashmishlari, bularni aytib bizga o'xshab ketganligi uchun buni so'zlab o'tay degan, holbuki vaqt munosabati bilan men ikkinchi o'rnakni bu yerda qisqartay, faqat rasmdan ko'rsatib o'tib ketay. Shu vaqtdagi Turkiston tarafdan Buxoro Jumhuriyatidan 20-yillarda Yevropaga berib, Germaniyaning turli universitetlarida o'qigan va doktorlik o'qishini davomlashtirgan bir qism insonlarning suratlari bu yerda. Bularni xuddi bizga o'xshashlar 24-yili Buxoro Xalq Jumhuriyatini Sovet ittifoqi taqib etgandan keyin jiddiy turda butkul chet elda o'qiyotgan turkistonlik o'quvchilarni qaytib kelish besimini ishlatgan. Buning bilan Germaniyadagi yuzlagan bu o'quvchilar qaytib ketish yoki Yevropada qad qilishdan iborat qiyin bir tanlashga duch kelgan. Bularning yarmidan ko'pragi Sovet ittifoqining turli besimi, xuddi bugun Xitoy bizga qanday qilgan bo'lsa, shu xil besimlar bilan oxirida vatanga qaytamiz, vatanga berib ishlaymiz degan umid bilan qaytgan bo'lsa-mu, bular qaytgandan keyin bir mezgil bularni propaganda, tashviqot uchun tashqi dunyoga ko'z to'lib, eng oxirida ko'p qismini hammani etib etgan, Sibiriyaning bulaklarida surgun qilgan va yoki boshqa joylarda izsiz g'oyib bo'lgan. Faqat bu yerda bir necha rasmda ko'rsatib o'tdim. Endi Yevropada qolib qolganlar bo'lsa, bular keyingi zamonda Yevropadagi Turkiston milliy harakatining avangardlariga aylangan. Bularning ichidan nurg'un doktorlar, tabiban olimlari, tilshunoslar yetishib chiqqan. Masalan, buning ichidagi faqatla bugun bizga munosabatli bo'lgani Saodat Chag'atay. Türkologiya dunyosida nihoyat nomba ayol Saodat Chag'atayning o'zi 20-yillarda Turkistondan Yevropaga chiqib o'qigan, keyin shu yerda qolib qolgan, Sovet ittifoqiga qaytmagan ziyolilarning birisi. Demak, bu tema bizga munosabatli bo'lganligi uchun so'zlab o'tdim. Uningdagi nima Majididdin Ahmad Dalil. Bu kishimi Ashiyada meditsina sohasi bo'yicha o'qib, doktorlik unvoni olgandan keyin 33-yili bizning vatanda inqilob bo'lgan vaqtida bu kishi shu yerdagi yaxshi sharoitni tashlab Turkiya orqali vatanga kelib, vatanga kelgan vaqtida bizning inqilob mag'lub bo'lgan Mahmud Muhitining qishida 3 yil Qashqarda ishlagan Majididdin Ahmad Dalil. Sharqiy Turkiston inqilobi agar g'alaba qilsa, butkul Turkiston uchun bir chiqish yo'li beradi degan umid bilan vatanga kelgan. Holbuki bu inqilob mag'lub bo'ldi. 37-yili Majididdin Ahmad Dalil Mahmud Muhiti bilan birga chet elga chiqdi. Oxirida 42-yili kasal sababli Turkiyada nihoyat yosh vafot bo'lgan. Eng oxirgi mavzu men boy dedim, bizning muajiratdagi realligimiz, imkonlarimiz va hayotiy kuchimizda. Men bu yerda 3 davrdagi 3 turkum ziyolilarning rasmini berib qo'ydim. Qaranglar, birinchisida Chingizxon Damollam, Qurbon Xudoy, Mamtali Tavfiq, Abduxoliq Uyg'ur. Hammasi o'z davrida chet ellarda o'qigan. Chingizxon Damollam 39-yili Turkiyadagi bir pedagogik maktabida rasmiy o'qituvchilik nimasiga erishib, shu davrda shu yerda turgan. Qurbon Xudoymi Qurbon Xudoy ekan. Chingizxon Damollam Misrda o'qib, Al-Azhar dashosida nom chiqarganligi uchun Chingizxon degan nomni, laqabni shu yerda olgan. Uni degan Mamtali Tavfiq bilan Abduxoliq Uyg'urni bilsizlar. Bu insonlarimiz o'z zamonida vataniga qaytib, millati, xalqi uchun ishlash uchun buyuk g'oyalar bilan kelgan, eng oxirida o'zining joni bilan, hayoti bilan badal to'ldi. Bizning ziyolilarimiz. Endi uningdan keyingi 50-yillarga kelgan vaqtda, ya'ni kommunist Xitoy ishg'oliyatidan keyin men bu yerda faqat o'rnak sifatida bir necha ziyolilarning nomini berib qo'ydim. Ziyo Samadi, Abdurim Aysa, Ibrohim Turdi, Zulum Qadiri, Abdurim O'tkir, Nizomiddin Husayn. Bu insonlarimiz kommunist Xitoy davrida 50-yillarda yerlik millatchi va boshqa qalpoqlar bilan butkul umrining mutlaq ko'p qismini, ijodiyati eng yaxshi davrlarni Xitoyning turmalarida, kampalarida, majbur emgak lagerlarida o'tkazdi va xalqimiz uchun badal to'ldi. Eng oxirida ko'ryapsizlar, bu insonlar biz bilan zamondosh, bir mezgilda, bir zamonda yashadik. Hatto mushu 5 nafar odamning hammasi o'z davrida 2015-16-yillarda Amerikaga yoki chet ellarga kelgan edi. Holbuki ular Xitoyning bunchalik tez surat bilan bu Uyg'urlarni bostirishdan iborat bu shamolni xuddi bizga o'xshash his qilmadi.
mumkin bo'lsa, imkon bo'lsa, hammamizning bugungi kunda vatanimiz uchun, xalqimizning qo'ynida ishlash majburiyatimiz bor. Shunga bularning qaytishi qandaqdir bilmaganlikdan boshqa sababdan emas, qaytdi, bularga o'xshash, oldingi avlod ziyolilarga o'xshash badal to'ldi, bugungi kunda turbalarda yetib o'tdi. Shunga gapni yig'sak, bugun biz chet ellikka taqilib ketgan Uyg'ur to'plamichiligi bu ziyolilar bugun vatan xalqining ovozi o'chirgan bir muhitda bizning ustimizdagi vazifa haqiqatan og'ir. Agarda bir ziyolilik burchimizni ato qilmay, butun chet elda jon beqish bilan o'tib ketadigan bo'lsak, kelgusida birsi shu turmadagi ziyolilarning qo'li bizning yoqimizda bo'lsa, toni qiyomatda albatta Alloh taoloning qo'li albatta bizning yoqimizda bo'ldi. Shunga men bu yerda gapimni tugatay. Rahmat. Rahmat doktor Sulaymon Naytım. Mühim temada so'zlab berdi. Men endi alayda bir mazmun bo'lg'achqa, uning ustiga bu Naytı uzun tarixni 15 minut tutayotganmag'achqa 25 minut vaqt bersam yana tugmay qoldi. Shunga vaqtni 5 minut, savol vaqtini 5 minut qisqartirib turaylik deganda bizning oqimiz yana 11 so'zligicha bor. Bizningki nurg'un yana mazmunlar kelib chiqdi. Shunga savol so'raydiganlar bo'lsa, qani marhamat. Hem biz Sulaymanga, doktor Sulaymanga biz yerim kunda vaqt versek bu yerine ait nurgun mezbullar battiyemde yatmaydı. Hem de aldı bilen ben bir sual sorayım, başkalarınınki suallar alarak tayarlı kılıbağıcı. Bizimki şu çetlerde hazırlıklı yaşlarımız bulunun bir şeyde terbiye elevatkan yaşlar, bir şey tuğulgan yaşlar. Öz vatani yani dese yüz turvatkan devletini karaydı. Bu tuğulupla bir şeyin ki devlet bayrağını görüp, devlet şiirini okup çoğalgan boğaçka düşüdüm görüp bakmagan, katli kadem bes bakmagan, muşu Uygurlarga, muşundak bir yaş avlatlar biz kandak kalıp özümüzden ki muşu Uygur degen bir kimlikini ularga öktüreyimiz. Muşunda ziyalarınki, tekstiyicilik mecburiyeti şunakla ata-analarının, muşu komünitenin, cemiyetin ki, Uygur cemiyetin kandak mecburiyeti var, kandak mesuliyeti var. Rahmat. Albatta hamda boy degandek vatan tuproqlaridan yiroqda chatda yashayotganligimiz uchun bizning bolalarimizning cho'nglari vatanda tug'ilib ularni birga olib kelgan bo'lsakmi, ammo keyingi bolalar ko'pinchisi shu chet elda har qaysi davlatlarda tug'ildi. Albatta bu tug'ilish yoki qaysi tuproqqa tunji kindiqini oqqan vaqtda bir insonning shu tuproqqa, shu mamlakatga, shu ijtimoiy to'pliqqa bo'lgan mehri hammadan kuchli bo'ldi. Shunga agar bugun bizning bolalarimiz Amerikada tug'ilgan bo'lsa, albatta Amerika ularning vatani. Ammo bizning kelgan aslidagi joyimiz, ya'ni vatanimiz bo'lganligi uchun, bu vatan munqarsa turayotganligi uchun, bu vatan yiroq joyda bo'lganligi uchun bugungi kunda dunyodagi har qanday bir millatga o'xshamagan holda biz bolalarimizni vatanga olib bora olmaymiz. Ta'tillarda bora olmaydi. Shunga qachon qaytamiz? Qachon vatanning ishali oldi? Bu nayda yiroq bir nimadak tuyulsimi, ammo umid o'lmasligi kerak. Xuddi fransuz yozuvchisi Alexander Dumas degandek kutish va umidvor bo'lish. Shunga bu yerda bizning qila oladigan ishimiz bolalarimizga vatanimiz haqida, millatimiz haqida, milliy kimligimiz haqida tarbiya berish, ularni tarbiyalash faqat bu yerdagi ota-onalarning burchi, vazifasi. Agarda biz bolalarga bu kimligimizni o'tkazib beramisak, kelgusida buning eng cho'ng gunohkori yoki jinoyatchisi yana biz bo'lamiz. Shunga hamda garchi chet ellikka shu bolalar bu yerda tug'ilgan bo'lsa-mu, vatanni ko'rmagan bo'lsa-mu, ammo ularni vatanga bog'lash, vatan bilan tutashtirish bizning vazifamiz bo'lgan ekan, bu vazifani cho'qim ijro qilish kerak. Hamda dunyoda yana boshqa muajirat to'plig'ida turib, o'zining vatani uchun kurashgan, boshqa muajirat to'plig'ida yashab, kimligini shakllantirgan insonlarning o'zining g'oyiviy yoki xiyolidagi vatanning ozodligi uchun kurashgan o'rnaklar bor. Masalan, Fransiya ishg'oliyatidagi Shimoliy Afrikaning Aljeriya, Liviya degan davlatlari. Fransiya bu yana ishg'ol qilgandan keyin nurg'un arablar Fransiyaga muajirat to'pliqlarda yashagan, u yerda bolalar tug'ilgan. 70-yillarda ularning milliy ozodlik harakatining ish qilishida Yevropada tug'ilgan, Yevropada büyüyen yeni bir avlod arablar bu urushning avangardiga aylangan. Shunga meningcha buning oshqichi ota-onalarda. Agar bu vazifani o'rindamasak, o chaqda eng cho'ng sabab biz bo'lib qolamiz. Rahmat. Rahmat.
Benim bir sualım var Esad efendim. Bildiğinizde 70 yıldan beri alim, ziyali, münevver, bu da belki Xitayning tesiri bilen ulama, ziyali degende pendi. Bu neme belki çoğuyup gitti. Biz chet elde mi bunu davamlaştırıyoruz. Ulamalar bilen ziyali degen vaqtida ikkisi ikki nimaga uqumga ayrılıp berib o'tibdi. Qanday qilib buni yaqinlashtira olamiz? Ya qanday qilsak buni birlashtira olamiz? Agar birlashtirilmagan holdami bu aloqa dunyoviy, fanniy va diniy qimmatlarni qanday bir arga kelamiz? Hujjatli bir Rahmat, qiyin bir savol ekan. Chunki biz bugun yashayotgan bugungi bu zamonda ko'ryapmiz. Gerçi sonimiz intayin oz bo'lsa-mu, dunyoning joy-joylariga chechilib ketgan bu Uyg'ur muhojirat to'pliqlariniki bizning ichki dunyoyimiz, ko'z qarashlarimiz hamma narsa pora-pora bo'lib ketgandek. İnsanlar intayin arzimas kichik temalarni oylarcha, haftalarcha talash-tortish munozara qilgan bo'lsa-mu, afsuski millatimizning eng ko'ngil bo'lish tegishli ba'zi temalar qat qilyotidi, nazardan soqit qilinyotidi. Shunga boy degandek, tarixda ziyodi degan uqum mayli diniy jihatdan bo'lsin, dunyoviy ilmlar jihatdan bo'lsin, fanniy jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan yetilgan millatning qaymoqlariga qartiladi. Halbuki bugun buning chek-chegarasi nihoyat qattiq ayrilib, o'limalar ayrim, ziyolilar ayrim, o'ngchilar ayrim, so'lchilar ayrim, hammasi shunday ayrim-ayrim bo'lib ketdi. Şu anda bunu qandaq birde keltirimiz. Albatta bu yerda biz yashayotgan mushu ziyolilarning yoki mushu millatning sarxillarining vazifasi. 40 yillarda biz ili inqilobi bo'lgandan keyin, ili inqilobining vaqtli g'alabasidan keyin Urumchida bizning ziyolilarimiz ikki turkumga bo'linib ketgan. Birisi kommunistlar yoki radikallar deb ili tarafdagi inqilob sarxillarini ayblasa, ular qo'pib yemberlerini millatchilar, turkchilar deb bunda ikki guruhga ayirib etgan. Albatta, bularning ideologiya jihatda, siyosiy jihatdagi ko'z qarashlari o'xshamaydi. Vatanning taqdirini hal qilish yo'lida tanlab olgan yo'llar o'xshamaydi. Ammo ularning eng oxirgi nishoni, eng oxirgi maqsadi o'xshash edi. Shunga Xitoyning 1945-yili Urumchiga kelib, Ahmet Efendi qatorliq ili vakillari bilan 8 oy talash-tortish qilgan diplomati Zhang Zhizhong o'zining aslimisida bu ikki guruh haqida to'xtalib, radikallar bilan millatchilarning tutgan yo'li va bularning orasidagi ziddiyatlar nihoyat cho'ng bo'lsa-mu, ammo Xinjiang degan nomga bo'lgan yerginish, shundaqla Sharqiy Turkiston masalasining yoki Sharqiy Turkistonning taqdiriga bo'lgan bularning ko'z qarashi o'xshash edi deydi. Mana qaranglar. Xitoyning bergan bahasiga. Shunga bizning 40 yillardagi ziyolilarimiz o'xshamagan siyosiy mavqelarga ega bo'lgan bo'lsa-mu, ammo vatan masalasida bular birlik kelgan edi. Shunga agarda oradan shuncha uzun yil o'tib, bugun muhojiratdagi bizning intayin oz to'pliqimiz ichidagi bu sarxillar mushu sababli ayrilib ketgan bo'lsak, agarda vatan masalasida birlik kelmagan bo'lsak, u chaqda bu millatning umid qolmaydi. Şuna menimcha bu yo'lni ciddi şekilde tepish kerak. Albatta, sarxillarning ichidagi qatlamlar o'xshamaydi, fikrlar o'xshamaydi, insonlar o'xshamaydi. Bu tabiiy ahvol. Bundan qochib qutulmaymiz. Ammo vatan millat kelgan vaqtda birlik kelish, uyushish bu hammadan muhim bir mazmun. Shunga buningga albatta hammamizning o'ylanib beqishini tavsiya qilaman. Buning uchun mening hamda oxirgi bir xulos xarakterli so'zni albatta men qilmaymiz. Hammamiz izlanguchi. İzlenayli. Rahmet. Rahmet. Beni kızgın çavaklar bilen bize Doktor Esad Süleyman'a rahmetimiz bildireyli. Yaxşı